Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Programmamizning yangi mazmunlarini yoqtirib ko'rgaysizlar. Biz programmamizning oldingi sonida Aziz Islomning ichki o'lkalarda nima ishlar bilan shug'ullanganligi haqida nuqtalik to'xtalgan edik. Programmamizning oxirida Aziz bizga "Men 2001-yildan boshlab Kuchaga qaytib kelib, normal tijorat bilan shug'ullandim. Shuningdan boshlab ichkilik ishlarga aralashmadim" degan gapni qilgan edi. Xo'sh, undaqda u rostilla 2001-yildan keyin bu ishlarga aralashmadimi? Biz bugun programmamizda bu masalaga javob topamiz. Qani, diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Aldı bilen Azizning oldingi son programmamizning oxirida bizga aytgan so'zlarini qayta anglab baqaylik. Men xato yo'l men qo'yganligimni bilib, 2001-yildan tortib ko'lig'im kirmagan. 2002-yildan boshlab sen meyadi ekansiz, innilaring, tog'laring, akalaring bular nerede? Ulim başı yerine chiqqan ulma. U inim akamlarmi qaytib chiqdi deydi. Undaqda uning inisi Abdukim nima deydi ekan anglab baqaylik. Endi men chiqsa, men borsam akam, akam. Men burun akam tijorat qildi akam. O akamning u yerga o'g'illik qatnashganini o'qimayman. Men borsam, men u yerga borgandan keyin 2002-yili men borsam yo'q akam. Shu petkular chiqmoqmidi akam. Uning yolg'onchiligi yana isbotlanishga boshladi. Uning o'g'li Eli Azizning so'roq jarayonidagi iqrorlari buni texnik kuchlik isbotladi. 2010-yili 8-oyning oxiri dadam Azizlarning o'rlashtirish bilan men Mehmet'imin Turgun Ekber Khalil başımız Turgun? Oğlu kim? He? Oğlu kim kıçıqa? He? Başımız yukarı çıkıp Yukarı ben seriyanda kime çıkmaydı? Ben içeriyanda tuzun çezirim Ne yapıp Bıçağımla Nimde? Kapıda olsak koydu Başına mı koyma? Boyda batma? Başında Kimde maçista? Dadamla maçınızda Evet, sözler. Bıçağını yukarı düştüğüm koydu Tuzun cezerancı? 40 kaldı Evet. Yukarı çıkıp Mehmet'imin işireydi Çıkısı oğlum sedi 10 gün Bu o'g'lining mushu qitim ichkiri o'lkaga berish ishini Aziz mundaq tushuntirgan edi. Başo 2010-yili o askerlik aldırıp emmeyen tasılıp bağa vaxtımda Kuşağı dairesiga akaga vaxtımda mening bir balam bo'lsa, ben savatsiz ekanman, bir balam bo'lsa partiya hukumatga, davlatga to'kib qo'shib qolsin, o'sha balam. Askerlik bandırıp tamamen tayyoqa vaxtımda Kuşağı Gongajudan dadisi Cemiyet oynab yursa bu askerlik azaq bo'lmaydi deb olmagandan keyin shundan bu 11 yil o'tir texnikum 11 yil xizmat maktabida o'qidim Urumchida. Shu jarayonda shundan bu balamni askerlik olmagandan keyin tamg'irib bergan Kuchog'dan. Shundan bu balamni shu bir taraqqatni ko'rib chiqsa deb 10 ming ko'ni berib 10 ming ko'ni bersa 3-4 bolalar juqay kirib ketgan. Mana bu paketlar Azizning ichki o'lkadan qaytib kelgandan keyin bu ishlarga aralashmaganligini tushuntiramdi. O tutulganda bo'lsa-mu o'zining jinoyatini iqror qilib baqsa, hech bo'lmaganda bizda jinoyatini tunibdi degan bir qarashni shakllantirgan bo'lsa, qanday bo'lar edi? O yana o'zining bu guruhga rahbarlik qilmaganlik haqida to'xtalib mandaq dedi. Uni ham nomon bo'g'alıqsiz degan gapda u. U o'zining jinoyatini ba'zilar o'zining qilmishini yushirish uchun, o'zining qilmishini menga atishchilar degan gap bu. Bo'lmasa men uning rahbarlik emas, uning bir mo'chin og'a emasman. Ben bir iş bir mani qilib buni ishqur burg'alim emas. Biz yanada o'xshash usul bo'yicha uning mushu guruhning katibi ekanligini isbotlaymiz. Uning qo'lida 10 yilga yaqin o'g'irlik qilgan Fatigul mandaq deydi. Sizlarning shu o'g'irlik qildigan sheriklar ichida eng chong dodasi kim? Bosh
En başlarda şu izahı. Ez nima? Ez İslam. Nima uchun o'sha ez islomni o'sha o'g'li shayxisini dodasi desa? Çünkü hem meşhur karşıda basıyoruz. Aşağıda onun buyruğu boyunca oldu bizim şu bazarını. 10 yılga yaqin Aziz bilan birga yurgan Akbar mundaq deydi. İslam şükürde qachondan qachon tutdi bilamsa? Bilmem. Ben çıkıp 1998 yıl 6. aydan başlap 2015 kişi tuttu. 15 tutdi. Ondan keyin şükürler bundan sonra tibah oldimi yo'q bo'ldimi? Şinjan'a çıkıp tılpında alaqlashib turdi. Şükürde kim tutdi? Şükürde Mövlüt İslam, Avlikim İslam, Niyazi Mir. Atal. Avlikim İslam, İslamning inisi var. Ha, Mo'ydis İslamcha, aksi, Niyazi Mircha, tavsi. tog'asi. Shular shukr turdi. Shukr turib nima ish qildi ular? Şah falan oğluk saldı. O'rliq soldi. Tepilgan pulni kim ko'rdi? Tapılgan pulni bevosita o'g'irlagan ikki bal o'g'irgan bal o'g'irlab ham bizning orqamizdan mangan bal jirvelib ular Mövlüt İslam, Avlikim İslam, Niyazi Mirni ko'rib ular telefon orqali kartasiga urib turdi, ez İslamga o'zi ochib turdi. Bize chiqib turdi. Demak, yig'ilgan pullarimiz İslamning yana berib yig'ildi demakchi, shundaymi? To'g'ri. Bu masalaga qarata Abdukim Islom rost gapini qilamdi, qilmamdi. Sizlar şu bir net bu qatam tutilgan bir necha urug' tuqqanlar sizlar bir guruhmi? Yo'q, bir guruh emas. Hammamiz o'zimiz turmush ayrim. Boshlig'inglar kim? Ha? Boshlig'inglar. Boshlig'imiz yo'q. Boshlig'imiz yo'q. Yuqorida Akbar aytib bergan tartib bo'yicha Azizning g'olliq a'zosi bo'lgan Abdurahmon Ismoil so'roqda mundaq iqror qildi. İslam işkirdim, Şinjan inip çıkandan keyin mi? Başkalarının pul ürpegen işte bana başka uğurluk başka tutma öyle başkamadı mı? Öyle işkirme bir kolla. Yüzmeye de tepkiler kır. Kavaştı bakın başkurdu yol gösteriyor. Sen mi yok gözek gelme? Sen tutar çık bakan bir bakan mı? Şeyde oğluna takan pulu ürpegen öldüm. Kaç yıl ürpegen? Ne tıkatım ürpegen okuyamaz. 15 milyondaki pullaşı 3 aydan. 10 milyon, 15 milyon pul ne? Ürpegen mi? Ne bir ürpegen? Tamam. Ta neçincilik için ürpegen? Kimin 8 özelliğini kaçardı. Şu 2001'den başlap 2008 çok aldık ki. Öz bağlı başka. Biz şimdiden çıkartkendik ki ürpegen ama. Shunda qilib yiliganlikda uchuv chiqqan bu kattabosh Po'latdek paket oldida oxirgi so'roqda o'z qilmishini birma-bir topshirdi. Ben babamız bir adamın balası mı, bir adamın tutup oldu var, ya bir adamın balası bir Şinjan'da ondan var. Her gün açık yapılan oğlum sonra ondan bütümü yok. Buradan da eklerden. Köyler ki vay avlu balası, şu ekri falan da böyle. Başka yani kınolaya da oturup her hal işini kılıp şöyle bir nereye geldik imam başı kendi kirkip duruyor. Xo'sh, Azizg'u qaytib keldi, ammo uning a'zolari yana davomli ichkiri o'lkalarda. Endi biz Azizning a'zolarining ichkiri o'lkalarda qanday qonunsiz qilmishlar bilan shug'ullanganligiga qarab boqaylik. Bu sxemada Azizning ichkiri o'lkadagi a'zolarining xizmat taqsimoti intayin aniq ko'rsatilgan. Bu sxema Guangzhouda turishliq guruhining tashkillanish ahvoli. Guruh boshlig'i Mo'ydin Islom, Azizning akasi.
Bu Juhay gruppasining tashkillanish ahvoli. Gruppa boshlig'i Niyoz Emin, Ezizning tog'isi. Bu Jangmin gruppasining tashkillanish ahvoli bo'lib, gruppa boshlig'i Abdukim Islom, Ezizning inisi. Bu Jangmin gruppasining tashkillanish ahvoli bo'lib, gruppa boshlig'i Abdurahmon Ismoil, Ezizning navri inisi. Xo'sh, endi biz Abdukim Islomning ichki o'lkalarda nima ishlar bilan shug'ullanganligini bilib boqaylik. Biroq uning pozitsiyasi mu Aziz Islomga o'xshash. Balani aldab apırıp oğul sağaş yok. Balla atanız yüzü bergen. Yüz açıkıp yüzü bergen. Sizlarga bergan. Ha, ben bergen. Endi sizlar buni o'g'irlik qilgan. Oğul atanısından bile sağan. Atanısın bor. Atanısın bak. Eziz guruhining aktiv a'zosi Madinlin. Guruhdagilar uni Juma Tungan deyishidi. Dal Abdukimning o'rinlashtirishi bo'yicha bir balani ishkiriga aldab borganligini aytdi. Aşağıda ballan o'g'irlik selishdan boshqa, mesela odam kichik ballan aldab eppagan qilmishing bormi yo'qmi? Abdukim Islom İbrahim'le çıksa yanışaga balısını beraydı dedi, bil çıqqan dedi. İbrahim Abdukim telefon qilibdi, mana qanday qilsa desam, pulmi yo'qtirdi dedi. Pulning ishini men demayman unga. Deb ikkimiz balni chiqdik. Qancha pak qizim, men akaningizdan boraman deb. Yüzden kız emas, ağaçının kızı şu ülüp ketken İbrahim Çapak oğulu kısagan kız valla o. Raziye veliydi ya. Ben bile. Torpan koyup ben kızı Abdukim İslam Ahmet telefon kıldım, bana telefon kıldım, isimde kalmaptı. Şunu olan aylığınlık adam çıkıp da koca tu bekat tutsak, ayakta işkisi çıktı o tanımadığın kalk. Çıkan diken, kessen buldu da şoförler yenip geldik. Bu balını aldap minishda Abdukimning qo'lida 5 yil o'g'irlik silinib, keyin o'g'irlik silinadigan balalarga nazoratchilik qilish vazifasini o'tagan Ahmad Yosinmi bor edi. Roziya velini Abdukim Islomniki o'rinlashtirib qo'yguncha yiqizlar chiqdi. Juma tunga o'g'irlashdi. Ha. Ziyonlanguchi hisoblanadigan Shir Alimo ayni vaqtda Abdukimning qo'l ostidagilar tarafidan oldinib ishkiri o'lkaga borgan edi. Sizmi ishkirdi boshqalar tarafdan o'g'irlik qilinganmi? Ha. Sizda necha vaqtingiz ishkirga aldab o'tib ketgan? Men 8 vaqtimda 2004-yili maktab 9-yilda maktabda o'qigan vaqtimda bu. Shir Ali shu vaqtda Abdukimning qayerda ishkanligi haqida mundaq deydi. Abdukimni ko'rdim, Mo'ydinni ko'rdim, ikkisini ko'rdim. Abdukim Jangminda turgan tom, Mo'ydin Gonjoda turgan tom. Demek Abdukim İslam'ның ichki o'lkalarda qanchalagan ballarni o'g'irlik sağanligi, o'g'irlik qilmasa urganligi bu aniq bo'ldi. O yana Jangmindagi vaqtida to'limi vahshiylashib, bir jonning jiniga zamin bo'lgan. Ya'ni Erkin Rahman ismli biraylan Aziz Islomga qimor qarz bo'lib qolg'ashqa, Abdukim Islom mana mushu qimor qarzini suylash jarayonida uning bilan takalishib qoldi. Oxirida bir nechalar bilan birlashib urib, uni o'ldirib qo'ydi. Hem cemaat xavfsizlik tarmoqlariga yolg'on dilo ma'lum qilib, bu diloning hozirgacha pash bo'lmasligidek oqibatni paydo qildi. Bu ishga qarta Abdukim Islom nima deydi? Biz uning o'zining og'zidan ba'zi gaplarni anglab boqaylik. O neştik şeriyanızda onu hemen urmagan onu. Onu ayolda Kerem Seyit Rahman ikisi, Osman Rahman üçü. Ulan uruş kim? Onu uruşqa ben mecburlumdum. Onu yüzü aşağıda yüzü pul tepip ben basam Seyit Rahman, Osman Rahman aşağıda bakken tok. Hemen verip aşağı verip ne okuyandakin avlat tepip aşkandan ki nemisi aknavra inem aşkana qarayken tok Abdurrahman da birisi şunun ki nemisinden Abdukim İslam urdigan deb ayndaqni. Cemaat xavfsizlik idorasi sizlar ma'lum qilmadinglarmi? Biz ma'lum qildik, boshqalar ma'lum qildi. Boshqalar degan kim? Boshqalar aşağıda şu balı ma'lum qilib. Shu hozirmi tutilganlar ichidagilar bormi yo'qmi shu ichida? Mashina ichida bor. Kimlar? Uni men o'qimayman. Shu men qon bo'lsam shu 10 yilning oldida kishi bo'lgandan keyin 10 yilning oldida kishi bo'lgandan keyin mening esimda yo'q u. Shu vaqtda naq maydonda bor jinoyat gumondorlari so'roqda bu masalani iqror qildi. Abdukim İslam ötedi. Abdukim İslam buyruqda guruhluq Avlat Kerem, Osman Quyun, men doktor Abdullah sen mecbur sen nimish gibini qilsan, unga sen hazır guruhluq, bizni gibimiz qilmay, xalqni gibini qilsan, sen kimdan bira, sen kishi hazır qildim shaytan.
deb degan yerlar bor. Shu so'rinda 10-20 odam bor, duochilik tartib bor. Hammasi shu uslubda ulama. Ne biçim oldu onu? Qarz qilma qarzi bor. Kimden kıma karşı var? Eziston qarzi bor. İslam kıma karşı var. Kancılık karşı var? Ayda 100 ming koy. 7-8 ming koy qo'ygacha. Erkin Rahman'ın ki kancılık karşı var bilen misin? 90 ming koyda qarz bor. 90 bin koyda karşı vardı. Şu vaqtda degan. Şu vakit şu pulunu süler, pulunu bir seyirden adamın böyle sokup yüz baş olup vurup öldürüp koydu. Şuna bak. Öldürüp koygandan keyin bunu münasebet kurulurga nimden ma'lum qildi? Adam Xanzorlar o'ldiribdi tamomida bizni kuchimizni Emelzaka meni Tahir Maymunni paysoq ma'lum qilinglar deb yolg'onda dilo ma'lum qilib bizni ashaga olib bizni bir oqshom yotdi. Shunday qilib 10 yilga yaqin besilib qolgan bu dilo oxiri pash bo'ldi. Xo'sh, endi Abdukim nima deydi ekan? Uning bayonini bir anglab boqaylik. Tövbe qilish bor. Bana oğul sakın cinayet var bizde. Bana ancak oğul saldık. Aldab apaga iş yok. Aldab apaga işi yok. Ya bana hakikaten setivaga işi yok. Uningdan boshqa Mo'ydin Islom, Niyoz Imin, Abdurahmon Ismoil, Tahir Nayub, Seyit Rahman qatorliq 30 necha jinoyat gumondorlarining bu guruhda yuqorqidek jinoiy qilmishlari bor. Bo'libmi, Ezizning ikkinchi o'g'li Aysoning bu guruhda o'ynagan roli xeli cho'ng. Bu jinoyat gumondorining ismi Abdukerim Yilmaxun. Künes naisidan. U Ayso bilan birlikda bir bulangchilik delosi sodir qilgan. Bundaqda u qanday qilib bu deloga chetishlik bo'lib qoldi? Siz qanday qilib modelo chetishlik bo'lib qoldi? Künesden şu kuşağı kep aşağıda bir aşkanız var ki şu aşkan işler. Kimning oshxonasi ekan? İslam'ın aşkanız ki. Ha. Sen kuchağı kelgan o'zi. Nima? Nima ish bilan kelgan kuchağı? Urug' tuqqanlarimiz ishtirab etdi. Kep şu yerda ishiltitgan degan ko'shim bag'i. Berib aşkanasidan şu. Şu qotdi aşkanasini amonligini qo'g'dab ishlagan. Mana shu sabab bilan u Ezizning o'rinlashtirishi bo'yicha Ayso bilan birga Juxaga berib, qizi bilan birlikda o'z oldiga o'g'irlik qilayotgan Niyoz Toshning uyiga besib kirib, ularni urib 80 ming yuan pulni bulab ib kelgan. Dastlab shu Aysojon berib, işte Juxada balla o'g'irlik qildi, aşağıdan ketkizib dedi. Anagullar Niyoz Tosh keldi boshladi. Shuni degandan keyin mangdoq biz. Mana tabzadlar kasam aşağıda etmangdi. Bunu berib dedi. Aşkaslıvanın gibi pejramay badım. Bağan ki şuna o aşılanan yatağa yerine koyduk ya. Yatak kırdık. O Hristiyaniyanda kirip işte karşılık kısa vurluya da başladı. Şuna kirip bağan ki ola işini açıp baş Aysacan kızını bir şıkkın orada şuna hemen tazını vurup otadı. Kirip ordonlar, urushni başladılar, başladık. Bizning ruxsatimsiz bu yerda savunmaydi ket. Qurdigan urib qo'ygan shuna gap qildi. Gap shuni bilan ular ayrim o'g'irlik qilib o'tibdi shundaqmi? O'sha kimniki? Ha? O'sha kimniki? Biz o'g'irlik qilgan yerda. Ha? Biz o'zimiz o'g'irlik qilgan yerda. Shunga boshqa o'g'irlik qilib bo'lmaydi bu yerda. Shuni qo'lga o'tish kerak ekan. Shu boshda. Bulduk. Demek Aziz İslam özü kontrol qilib turgan bu shaharga boshqa har qanday odamning kirib o'z oldiga o'g'irlik qilishiga yo'l qo'ymaydi. Yo'l qo'ygan taqdirdami ulardan boshqa ish qiladi. Demak, mana bu shunday vahshiylashgan, mana bu shunday zo'rmiganlashgan bu guruh oxir tarmar qilindi. Kuchan aisi bir xil tinch va xotirjamlik kuchumdi. Bu dilo ishlanib asos jihatdan bitgandan keyin biz rahbarlikning o'rlashtirishi uchun yana maxsus odam maxsus vaqt ajratib shu ommaninki mash dilo to'g'risida inkosni egalladik. Buningda xalqimizninki inkosi intayin yaxshi. Xoyi ash jinoyat gumondorlarininki ziyonkashligiga uchirgan ota-onalar bo'lsin, bolalar bo'lsin, ularning ziyonkashligiga uchirmagan xalqimiz bo'lsin, ulda bir xil xotirjamlik tuyg'usi shakllandi. Ularningki bu diloga vergan shu yaxshi bahosdan
Bizmi shu 11 oy jarayonida tatgan jafo mushaqqatimizni unutib, yeniklab qoldik. Asli bu odam tutildi, qo'lga oldi. Biri e'tiroz yaxshi bo'ldi asli. Nurg'un odamning xuni bor. Nurg'un balini kerakni chiqardi. Nurg'un odam azab tatqizdi. Nurg'un odamni jafo mushaqqat qildi, nurg'un iqtisodni ordi bu. E'tiroz bo'ldi deb o'ylayman. Bu endi tutilish jarayonidagi ishlarda endi nurg'un bundaq bolalar yolg'iz malla emas. Bunda xatarga uchrab ketgan bolalar chiqib, mashinalari buzilib, tugishib ketgan, ba'zanlari turmada chiqmay yetayotgan bular azoblandi. Endi hukumatdan bu ishlar bundaq rozi bo'ladi. Men zaminga qatishdik. Öz növbətində İzizning qo'lida ishlab, oxirida bugünkidek qismatga duchor bo'lgan İziz islom guruhidagilarmi yurak so'zlarini aytdi. O'sha xalqqa hozir İzizdan tutilgandan keyin qattiq qo'shilib, İzizdan bola o'qitgan xotirjam bolalarni o'qitgan bo'ldi. Ammo men bilmasammi, ko'pchilik xalqqa hammasi bildi, İzizdan qanday yug'urishgan, 5-6 yil chiqmagan bilan ko'ylagi burun chiqib, arab bilan pul tepib, rahna bolalarni o'g'liqsinib urib, tillab, tamoq yeyib kaltaga urib, anda pul topgan. Ağırsta ben bu işe ducar bulup, ben başlık tutuğu çekilip, kanun ayıklan metap kirip kaldım. Samir Aziz İslam, Abdurrahman, Abikim İslam, Möydün İslam deganlardan tutulganlığını koşar mısın? Qo'sham. Nima ish qo'shasiz? Onu tutulmagan bo'lsa, nechilik yana bolalarni Buraya kaçıp oğulluk sevip bularınki yaşlık nimisini ne yaptı? Ben maşınınki maşkın yetip gelgenim şunda hoşal ben mücü. Hem benim hoşu oğlum buldun kulda bizdeki hem tayak hep etken balı köpçü. Tayak hep etip buldun hem 50-60 milyon töylem gelse bizge ya tutkuz koydu ya 5 milyon ya 10 milyon. Şununla ikide bizdeki yigen tayağımız özümüz bu derdini özümüzde alırken biz. Benim işim 2008 yıl tükülüp gitti ya. Şunda olsa 5 yıl oldu. 5 yılın var. Şunda da tadatım. Eliken ma. Meşalik muamilma çın işlep yamayma şunda. Hem de yak Aleyküm İslam, yak İslam. Şimdi neçe yıl kalma çok olmuş bizde. Şimdi hasta putlu pişpaganın kolda arkadaki de bir bıçak yap. Ülüp gitişi mümkün değil. Bir iş buldu. Bulcu. Hem ben şunda koyulgan. Sınırdan alanmay tatip kalsam var üçümni. Sinik oldu balan var, balan dalım ya üçümni degan bir yağız yaptım ben 2008 yılı. Tılpını şu gemde dep koygan. Xo'sh, endi qonun ulag'i zodi qanday jazo berdi? Biz sud mahkamasining ulag'i chiqargan hukmini anglab baqaylik. Sud başlandı. Bugün Aksu'da oturgan sud mahkamasi bu joyda Şinjan Uyghur Abdurrahman Xalq Taftish mahkamasining Aksu sho'risi mahkamasiga aytilgan Aziz İslam, Atkan Mehmet, Abdukim İslam, Moydun İslam qatorliq 37 nafar javobgarning jinoyat yuzasidan Jumhur Jamhuriyati Jinoiy ishlar da'vo qonunining 152 moddasi 1 tarmoq belgisiga asosan uch sotildi. 2012 yılı 6. ayının 28. günü Aksu vilayetlik Otur Xalq Sud Mahkemesi 28 iyul maxsus delosiga aloqador 37 javobgarning 15 xilga yaqin jinoyatiga Kucha noyisida ochiq sud ochdi. Sotda javobgarlarning jinoiy qilmishlari faktlar orqali bekitildi. Sotda yana qo'shimcha haq talab da'vogarlari da'vo talabini o'tirib qo'ydi. Sud mahkamasi deloni astoydil tekshirib ko'rib, mandaq hukm chiqardi.
Ақсу viloyatlik O'tir xalq sud mahkamasi Delodagi Aziz Islom, Mo'ydin Islom, Abdukim Islom, Niyoz Emin qatorliq bu guruhning qo'lliq a'zolariga muddatsiz qamoq jazosi, Azizning ayoli Otikam Eminga muddatlik 15 yillik qamoq jazosi, o'g'li Aysoga muddatlik 20 yillik qamoq jazosi berdi. Guruhdagi boshqa 31 javobgarga qilmishining og'ir yenikligiga qarab oldiga muddatsiz, keyniga muddatlik 2 yillik qamoq jazosi berdi. Aziz qatorliq bir necha yildan hukmga qoyil bo'lmay norozilik arz sungan bo'lsa-mu, asli sud hukmi kuchga ega qilindi. 28-iyul maxsus Lelo guruhisidagi razvedchiklar Leloni g'albilik oxirlashtirib qaytib keldi. Kuchan oilasidagi har millat xalqi ulardan to'liq rozi bo'ldi. Hürmetli televizor köyçüler. 20 yılga yaqin vaqtdan beri Kuchan oilasidagi fuqarolarni zar-zar qaqshatgan, begunoh farzandlarning jismoniy va bexatarlik huquqini dafsanda qilgan, nurg'un yoshlarni heroinga iborat bu nijis orqali vayron qilgan, necha jonning beshiga chiqqan Aziz Islom boshchiligidagi bu qabih guruh tarmar qilindi. Ata-ona mehri qilmagan nurg'un sabiylarimiz azob uqubatdan qutulib, ata-onasining yeniga qaytib keldi. Şu farzandining o'tida yuragi laqti qon bo'lgan ota-onalarimiz suyumlik farzandlarini bag'riga mahkam bosdi. Ammo yana bir qism farzandlarimiz izdiraksiz yo'qolib ketdi. Ota-onalar bo'lsa qon yig'lab qoldi. Yana bir qismlar Aziz sabablik nimjon bo'lib qoldi. Demak, Aziz va uning guruhidagi a'zolar qonunning oldida emas, vijdon soti oldidami javobgarlik tortilishi kerak. Biz programmamızın keyingi sonlarida bu xildagi guruhlarning tarbar qilinish ahvolini qarorlik turda diqqatingizga sunamiz. Bugungi programmamiz mushada oxirlashdi. Kelasi sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.